insonni barakasini qochiradigan 3 ta odat bor. Birinchisi abedgacha uxlashlik. Kechasi nechida uxlaganingizdan qat'iy nazar ertalab vohli turishingiz shart. Shundagina sizning kuningiz baraka bilan boshlanadi. Ikkinchisi yolg'onchilik. O'lay agar yolg'onchilarni juda yomon ko'raman. Agar har 10 ta gapingizdan 2 ta 3 ta yolg'on gapirsangiz, sizda barakadan B harfi ham qolmaydi. Uchinchisi esa ko'p uyda o'tirish. Bu gap asosan erkaklarga tegishli. Ishingiz bo'lmasa ham ko'chaga chiqib keting. Uyda ko'p o'tirish ko'chadan keladigan barakani to'xtatadi. Erkak kishi aslida ko'chani insoni. 2000 dan ortiq biznesmenlarni o'qitgan bo'lsam, ularga ham aynan shu jihatlarni o'rgataman. Sahifamda biznes ilmlari haqida gaplashamiz. Menga obuna bo'ling, yaxshi ko'raman sizlar.